Oylik to'lovi $200 sizlarga Spark topib qo'ydim akalar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmas akalar. Sirraz obzor qilib beramiz. Oxirida boshlang'ich to'lovni ham aytib o'tib ketaman akalar. Ketdik. Yil 2011 akalar birli motor, faralari yaxshi holatda, akametotlar polni podyubga sepilgan, lekin xudo xolasa mashina holati yaxshi deyaptilar. 4 yumshoq balon taqilgan ko'rib turgan bo'lsangiz, protektorlari ham shundoq ko'rinib turibdi. Glansivek stoykalar bor, vitraviklari bor akalar. Mashinamiz birinchi paysi, lekin yurishlari qopda deyapti, egasida akalar. Apishkalar yaxshi holatda, yaxshi chexolli taqilgan, poliklari yaxshi holatda, o'zini mana bunaqa rullari. 528 ming probeg mashinamiz. Mexanika ko'rib turgan bo'lsangiz, bez konditsioner, tarpetgan usti yaxshi chexolli, mejgar pullari bor ekan, plus tepada. Hop, nima edi? Bradveylarni ham yaxshisidan qo'yib qo'yilgan ekan akalar. Orqasida eng glavni esa metan gazlarigacha bor. Mashina holati zo'r lekin, okay? To'g'risi aytaman, qarang. Yomon emas-ku. Okay, 2011 bo'lsa ham. Faqat Toshkent shahar, Toshkent yon atroflariga beriladi. Boshlang'ich $1100 so'rayaptilar. $1100 bermasangiz $200 chiqmaydi akalar. To'g'risini aytaman. Eng minimallisi $1100 deyaptilar. Oylik to'lov $200 dan 26 oyga qilib berishyapti. Nima deysiz aka? Qimmat yoki arzonligini kommentariyada yozib qoldiring akalar. Xullas Telegram nomerlarini qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Lokatsiyalar Telegram kanalimizda bor, bemalol yoqqa o'tib ham podpiska tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi, chunki birinchi u yoqqa, keyin bu yoqqa qo'yilyapti Instagramga akalar.